Biz hech qachon hech kimga tahdid qilmaymiz, lekin chegaralarimiz va harbiy bazalarimizga ko'z tikkan har qanday kuchni bir lahzada yer bilan yakson qilishga qodir qudratimiz bor. Agar Armaniston Yevropa standartlariga o'tishni boshlasa, biz u bilan barcha iqtisodiy integratsiyani to'xtatamiz. Ular o'z mahsulotlarini kimga sotishadi? Arman vinosi qayerga boradi? Ular uchun temir yo'l va energiya tariflarini oshirishga, fuqarolarga esa Rossiyada ishlash uchun patent joriy etishga majbur bo'lamiz. Aql bilan hisob-kitob qilib ko'ring. Ehtiyot bo'ling. Ukrainadagi bugungi qonli inqiroz ham o'z vaqtida Kiyevning Yevropa ittifoqiga intilishidan boshlanganini unutmang. Yerevandan ittifoqda qolish-qolmaslik bo'yicha tezroq referendum o'tkazishni talab qilamiz. G'arb matbuoti esa o'z xalqini ommaviy ahmoq qilish bilan band. Rossiya Yevropaga hujum qiladi degan gaplar ochiqchasiga to'qilgan yolg'on va uydirma. Biz hech qachon hech kimga tahdid qilmaymiz, lekin chegaralarimiz va harbiy bazalarimizga ko'z tikkan har qanday kuchni bir lahzada yer bilan yakson qilishga qodir qudratimiz bor. Agar haqiqatdan ham Ukrainadagi vaziyatdan xavotirda bo'lsang, bu yerga qo'ng'iroq qilib, menga oqibatlar bilan tahdid qilishni, po'pisa qilishni yig'ishtir. Bu muammoni hal qilmoqchi bo'lgan odam qo'rqitish bilan shug'ullanmaydi. Sen yaxshisi tashabbusni o'z qo'lingga ol va to'g'ridan-to'g'ri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bog'lanib, uchrashuv tashkil qil va bu mojaroni qanday tugatishni u bilan erkakchasiga muhokama qil.